Ana shu mashina aka. Bu arka balonlari. Bu kuzup tagi, короче, birlik list qalin желез tashalgan. Bu taraf balonlari. Ana bu yerda 3 ta baloni bor edi, yechib olingan. Ana bu yerda 4 ta metan baloni bor, ramalari butun aka. Akkumulyatori 130 talik. Tank ham yo'q ekan akkumulyatorda. Bu motor ishlaydi. Bu alyumin radiator. Xo'sh, reduktor ham bor. Ishlaydi. Bu kuzup, bu kaminka. Hozir salonni ko'rsataman. Mana bu aka salon. Hozir yo'q, va o'zini ko'rsataman. Mana bu aka mashina o'zi. Dutamaydi. Yarim tabarotga yonadi mashina. Shu korobkasi zo'r, bir 2 dan chiqaradi. Xohlasangiz korobkani almashtirib ham beraveraman. Ana shu mashina aka.